Assalamu alaikum dünyanın har qaysi yerдagi qarindoshlar. Assalamu alaikum Turkiyadagi qarindoshlarim. Bugun kesh vaqtida tuyuqsiz chiqib qoldim chunki tomdan tarasha tushgandeklam hozir o'tirib bir ish chiqdi. Nima ish chiqdi degan vaqtimda Turkiyada Hizbu Tahrir degan bir tashkilotningki namoyish va ekan qarindoshlar. Shu namoyishga yangidan 3 soat burun, 2 soat burun, 1 soat burun ochilgan yangi Facebook hisoblari bilan qattiq bir şekilde Hizbu Tahrir degan tashkilotningki namoyishni tashviq qilyapti qarindoshlar. Ham bu yerga chiqib deb qo'ymay desam, atgan bir kichik qisqa maqol yozdim. İbay bir rasm chiqarib qo'ydim. Shunda bo'lsa yana bir qitim gah qo'yay dedim chunki bu Uyg'urlar uchun intayin xalqlik bir paytda intayin bir muhim masala qarindoshlar. O'zinglar bilgandek o'tgan hafta Amerika majlisidagi Uyg'ur qonun loyihasining o'tishi bilan birga, birinchi qadamda o'tishi bilan birga Xitoy qattiq patparaq bo'lib YouTube'larda, özünün kanallarında, CCTV'lerde bütün gücüden paylanıp, dünyadaki başka yalakçı teşkilatlardan paylanıp, başka yalakçı medya organlarından paylanıp, Uygurların terörist köstüp, bütün gücüden terörist köstüp atkan. Bu terörist kılıp kösetkenini başka milletler kubul kılmavatkan. Amerikalılar garip dünyası kubul kılmavatkan qarindoshlar. Muşundak bir halkılık payette tuyuksuz bu Hizbu Tahrir degan teşkilatını Uygurlarını qirg'in qilyapti natijali bo'ldi. Bir qitim namoyish qildim men bilishimcha. Hozir tuyuqsiz mushu tarixiy xalqiliq bir paytda mushu Uyg'ur qonun loyihasiniki o'tmay, bir hafta bular bo'lmay, mushu oyning oxirida qonun loyihasi ya u ham bo'ldi, ya bu ham bo'ldi da'vatga vaqtida ajab Hizbu Tahrirning tuyuqsiz Uyg'urlarga bo'lgan esdashlik qo'zg'alib nima qilishga ketibdi? Turkiyada namoyish qilishga ketibdi qarindoshlar. Acaba bu Xitoy Kompartiyasininki Uyg'urlarni tuyuqsiz terror ko'zitishga urinish bilan Hizbu Tahrirning o'tirisidagi bu namoyishning bir aloqasi bormi yo'qmi? Uni men bilmayman. Uni Alloh biladi qarindoshlar. Manda bir sizlarga bir narsa qo'yg'im bor. Men Hizbu Tahrirga qarshi chaplamadim. Hizbu Tahrir terrorist tashkilotimi, radikal tashkilotimi, islomiy bir tashkilotmi, qanday tashkilot mening chatig'im yo'q. Ularga baho berish mening vazifam emas qarindoshlar. Ammo dunyoda Uyg'ur tashkilotlari jiq. Dunyo Uyg'ur qurultoyi va Uyg'ur American Association va Turkiyadagi nurg'un Uyg'ur tashkilotlar bor qarindoshlar. Turkiyada nurg'un partiyalar bor, Aq Parti bor, CHP va MHP va bir muncha partiyalar bor. Tashkilot organ desa yetib boshida Uyg'urlarga. Hizbu Tahrir qatnashib sanlamı qarindoshlar. Hizbu Tahrirning bir qancha rasmlarini ko'rib baqdim. Qora bayroq, qora salla, qora kiyim. Bularga men bir narsa demedim. Ammo va lakin qarindoshlar, bizningki Uyg'ur xalqini hozir bütün Arab dunyosi, bütün musulmon dunyosi yuzini qumga tiqib, beshini qumga tiqib, Uyg'urlarni chavaqchilib, voy obdan qiliblar deb Xitoy Kompartiyasini maqtayotgan bir vaqtda Uyg'urlarga sahib chiqayotgan insonlar aynı vaqtda Najoshining mamlakati musulmonlarga Hazreti Jafarga qarshi sahib chiqqandek aynı vaqtdagi nima hijrat qilgan insonlarga bizga Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosi Uyg'urlarga sahib chiqyotdi. Bundaq bir vaqtda Arablardan umid kutib yoki bo'lmasa boshqa shundaq insonlardan umid kutib, ular bilan o'xshash sat turishningki hech qanday bir ahamiyati yo'q. Chunki ashlarning davlatlari, ashlarning millatlari hatto halol organ setib Uyg'urlarning davlatiga beryapti qarindoshlar. Muşundaq bir vaqtda mening ansaydigan nima desa, men qora kiyim kiyib olganlarni hargiz terrorist demayman. Men bishiga muşundaq bog'lab olganlarni hargiz terrorist demayman. Men qora bayroqlarni ko'tarib yurganlarni hargiz terrorist demayman. Ammo bütün Amerika boshchiligidagi g'arb dunyosida, media dunyosida, social mediasida intellektuallar, ya'ni intellektual deymiz, akademisyenlarni tatib har qanday qadamdan qallasida menisi yuzilib ketgan o insonlar. Shularni ko'rgandikinlar otomatik nima o desa terrorist degan qallasiga keldi qarindoshlar. Mushundaq bir minus yuzilib bo'lgan bir dunyoda yashayapmiz. Mushundaq bir ahvol ostida Uyg'urlarning ay yulduzliq ko'k bayroqni ko'tarib, shu qora bayroq yoki bo'lmasa mushundaq Hizbu Tahrir bulamdi, boshqa tashkilotlar bulamdi, har xil arabik yoki bo'lmasa boshqa xildagi radikal tashkilotlarni o'ylantiradigan, ularni radikal demedim. Radikal tashkilotlarni insonlarning esiga soladigan bir vaqtda Uyg'urlar shu yerga kirib takbir to'lab, "Ey siz ko'chaning o'tirib chiqib Allohu akbar deb to'lmasangizmi? Allah zaten akbar. Allah en yuqori o'rinda turdi. Uni vaqirashning, chiyqirashning hojati yo'q. Siz chiyqaganga Allohningki darajasi o'rlab qolmaydi. Allah'ın derecesi zaten mutlak yüksek bir şekilde. Sizin vaqirishingizdan hojati yo'q uning. Washington DC'de aşında bir adam vaqaganda o adamla çırağın burniki qarmas oldum ben. Çünkü Uyg'urlarning davosini
biz islomik da'vo qilmasak bo'ladi. Biz o'zimizning iymonini qutulsak, xalqimizning xalqini qutulsak bo'ladi qarindoshlar. Meningki sizlarga tavsiyam qarindoshlar, Turkiyadagi qarindoshlarim, men sizlarni Amerikaga kelishinglarni, Yevropaga chiqishinglarni, boshqa nurg'un kelajaki parlaq davlatlarga chiqishinglarni umid qilaman bir kuni qarindoshlar. İki mesele. Birincisi, hazır Xitay tuyuqsiz bunu küçaltqanlıqı ben işinimən. Çünkü bir haftanın yağızı Xitay bütün gücüyle Uygurlarını terörist görüşke urunuvatıdı o qarindoshlar. Anan degan tuyuqsizlan Hizbut Tahrir o'ttirg'i chiqib biz namoyish qilamiz deyapti. Bu ikkisininki bir organik munosabat borligiga men ishinaman qarindoshlar. Buning atrofida ishlayotgan insonlar, qo'lasida ishlayotgan insonlar bilmasligi mumkin, ammo uning ustidagisi, oqisidagilar buni obdan biladi qarindoshlar. Turkiyadagi qarindoshlarim, Alloh rizosi uchun, vatan millatning kelajagi uchun, nimedeki cezalarındaki insanlarımız için hayacınınlağa üzana öpkenanda basanmay şu namayış çıkıp sanmanlar qarindoshlar. Hizbut Tahrirning namayışıga qatnaşmanlar qarindoshlar. Men dünya ahiretten magepki ega qarindoshlar. Eğer xato gap qilgan bo'lsam, Allah kechirsin. Men bu shunga ega. Hizbut Tahrirning namayışiga chiqmanglar. Chunki hozir Xitoylar bizni terror ko'rsatib, ularni terroristligini emas. Lekin G'arb dunyosi, Amerika boshchiligidagi G'arb dunyosiningki o'ylaydigini shu bo'ladi. Anandan shu chiqqandan keyin shu ko'k bayroq, qora bayroq hammamiz aralash, ermash chiqqandan keyin ham Xitoy Kompartiya shurasilarni vaq tatiblan butun dunyoga taqitib, qo'lasidagi yaloqchi butun media organlariga taqitib, ayatidan boshlab bütün dünyaya Uygurlarını şundak köstüşke urundu qarindoshlar. Xitoy 20-30 yıllarda Uygurlarını şundak köstüşke urundu. Hazır şu Belninki Uygur qonun loyihasini o'tishdan burun Uygurlarını shular bilan bir saf turib, xuddi Uygurlarga yordam qilib qo'ysa, ashundaq odamlar yordam qilib qo'ygandek Amerika xalqini qo'rqitmoqchi Xitoylar. Shunga qarindoshlar, Hizbut Tahrirninki namoyishiga atlikka qatnashmanglar Turkiyadagi qarindoshlarim. Yaqindagi ko'z oldimizdagi manfaat bu. Uzundagi manfaat nima? Qarindoshlarım, men Turkiyani yaxshi ko'raman. Men Turkiyani suyman. Turkiyanimi İstanbul, Ankara, men İzmir, Kocaeli, Konya, Gaziantep, barmagan yerim asosan qolmadi. Amasyaga bordim, Qaysariga bordim. Nimalarga bordim? Nimalarga Karamanlarga tatib bordim qarindoshlar. Barmagan yerim qolmadi. Turkiyani yaxshi ko'raman qarindoshlar. Ammo Amerikada West Virginia'da bir yerde bir devlet var, bir ştat var qarindoshlar. Şu bir küçük ştat qarindoshlar Turkiyadan çoğ. İqtisadımı çoğ, nimisimi çoğ qarindoshlar. Men demoqchi oldum Turkiya kichik davlat deganim emas. Uygurlarninki bütün dunyoga yulduzlardek tarilish kerak, Turkiyaga to'planib olmaslik kerak. Ertaga Yevropaga, Avstraliyaga, Amerikaga, Kanadaga bizning Turkiyadan Uygurlarni o'tkazishimiz kerak qarindoshlar. Siz u yerga chiqib qora bayroqlar bilan Hizbut Tahrirning nimasiga vaqirab chiqarib qo'ysangiz, ertaga biz sizning akilishimizga ta'sir etadi. Shunga shu ikki sababdan tufayli. Birinchisi qonun loyihasi Xitoy Kompartiyasining tuyuqsiz bizni terrorist qilib ko'rsatishga urinishi va Hizbut Tahrirninki tamdan tarisha tushgandek tuyuqsiz mushu vaqtda, mushu alqiliq bir paytda namoyish qilishga urinishi organik bir munosabat bor. Bu bir bunun aldam xaltasiga tushmanglar. İkincisi bizi sizlarninki Amerikaga, Yevropaga chiqib, yaxshi o'qib, iqtisod tiklab, tijorat tiklab, mishada ba'zanlar olim, ba'zanlar o'lima, ba'zanlar tijoratchi, ba'zanlar siyosatchi bo'lishinglar uchun qarindoshlar, sizlarning bu yerga kelishinglar kerak. Shunda odamlarga o'tirib qo'pab qo'ysanglar, aklanmaymiz aytgan sizlarni. Shunga men so'z bermadim. Akildiganga, lekin mushundaq bir niyatimiz var. Shunga xabanmay Turkiyadagi qarindoshlarim, mush videoni tushirib, telefonları taqitib, boshqalarga taqitib, Facebookda taqitib, YouTube'da taqitib, atlik bir-biringizlarga telefon qilib qarindoshlar, qat'iy Allah rızası uchun men ishinglar nimaga chiqmasanglar men uyamdan kirasib to'laman, arib qolgan bir ish yo'q. Vatan millatning manfaati uchun strategik bir qadam etishimiz kerak qarindoshlar. Shunga Turkiyadagi qarindoshlarimiz qattiq diqqat qiling. Hizbut Tahrirninki namoyishiga chiqmang qarindoshim, taqib qo'ying. Allah razı olsun. Jiqqa quvvatim xapanmang. Taqib qo'yasiz. Xayrli kesh. Allohga emanet.